Mana va Spark egalarini $150 xarajatdan qutqarib qoldik. Bu mashinada bo'layotgan muammo, mashinani olib kelganlarida mana rollari juda og'ir burilayotgan edi, burilish qiyin bo'lib qolgan edi. Tablosida rolli chiroqlari yonib qolgan edi. Avtomat korobka Sparklarda rollari elektronik bo'ladi. Buzilib qolishining asosiy sababi mana elektronik rolli miyasi bo'ladi. Mana shu narsa ketib qoladi. Buni tuzatishning ikki xil yo'li bor. Birinchisi yengi qo'ysanglar $150 ga xudo xolasa ishinglar bitadi, tuzaladi. Ikkinchi varianti ancha arzonga o'zini ham vastanavit qilsa bo'ladi. Biz bu mashinaga o'zinikini remont qilib, vastanavit qilib ishlatib berdik. Hamma narsasi zavodskiy holda ishlaydigan bo'ladi. Mana ishlashlari cho'tki, tabloda hech qanaqa chiroqlar yonmayapti, rollari ham mana yumshoq bo'lgan. Kompyuter diagnostika qilib, ошибкаларning hammasini o'chirib berganmiz. Xudo xolasa ishlari ideal darajada bitdi. Kimni Sparkida mana shunaqa rolli og'ir bo'lib qolgan bo'lsa, tabloda chiroqlari yonib, rolli burilish qiyin bo'lib qolgan bo'lsa, bemalol Lifecar Uzbekga olib kelsanglar, o'zini remont qilib, garantiyasi bilan ishlarni bitkazib beramiz. Xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.